O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari tomonidan jamiyatda axloqiy qadriyatlarni asrash, odam savdosi va qo'shmachilik jinoyatlariga qarshi murosasiz kurashish borasida tizimli tezkor qidiruv tadbirlari amalga oshirilmoqda. Afsuski, bugungi kunda axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan g'arazli maqsadlarda foydalanib, xotin-qizlarning sha'ni va qadr-qimmatini oyoq osti qiluvchi onlayn fohishaxonalar tashkil etish holatlari ham uchrab turibdi. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tadbirda 21 yoshli fuqaroning moddiy manfaatdorlik yo'lida qonunga xilof faoliyat yuritib kelayotganligi aniqlandi. Mazkur shaxs Telegram messenjerida maxsus kanal tashkil etib, unda xotin-qizlarning suratlarini joylashtirgan hamda ularning xizmatlarini soatbay va tunbay ko'rinishda muayyan mablag' evaziga narxlab kelgan. Joriy yilning 12 fevral kuni soat taxminan 15 larda u Buxoro shahridagi xonadonlarning birida mijozga jinsiy aloqa qilish uchun o'z Telegram guruhidagi ayollardan birini 400 ming so'm evaziga gaplashib bergan. Buning uchun yigit xizmat haqi sifatida 100 ming so'm talab qilgan. Inson qadri va nomusi ustidan savdo qilib, yaratilgan sharoit evaziga 100 ming so'm miqdordagi pulni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Xulosa o'rnida aytish joizki, ijtimoiy tarmoqlarda yoki kundalik hayotda axloqsizlikni targ'ib qiluvchi, xotin-qizlar sha'nini toptab, qo'shmachilik bilan shug'ullanuvchi har qanday shaxsga nisbatan qonun ustuvorligi va jazo muqarrarligi so'zsiz ta'minlanadi.